Do'stlar, mana videoni bir ko'ring-da. Rossiyaga kelgan indiyaliklarga ruscha o'rgan, sen ishlaysan desa, bular o'zbekcha o'rganib, o'zbekcha qo'shiq aytib yuribdi. Bunga nima deysiz? Yuragim to'ldi mana, bu qalbim o'ldi mana janonim. Ko'zlarim to'ldi mana, shu dardga qoldi mana janonim. İşanıp senga qarab, aldanib qoldim mana janonim. Kutganim bo'ldi yolg'on, sevganim xatodir janonim. Ammo lekin qo'shiqni yororibdi. Men o'zbek bo'la turib ham bunchalik ayta olmasam kerak. Maza qilinib eshitib, ishoning. Qo'shiqni bularga ayttirish kerak ekan. Like bosib tarqatib yuboramiz. Rahmat. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Maydalab kecha tunda yomg'ir yog'di maydalab, unutilmas uchrashuvni esladim. Esingdami ko'zingga qarab, chiroyingga seni bo'lgan edim mast. Lo'ladi yanaqlaring yomg'iri lo'ladi, erkalanib turarding ish bo'ladi. Shunday baydu bo'ldi muhabbat jonim. Esingdami yom 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 yom, g'umur tomchilari tom 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 tom, sening qo'lingdan ishlab asta baylab yuragimni shu 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 shu. Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya, uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка baza xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing.